Salom. Bugun biz DLC o'yinini o'ynaymiz. Hozir bizga berilgan komanda bilan barobarda yutib ketishimiz kerak. Hop, bu joyni o'tkazamiz, sostavni ko'ramiz. Tak, bu yerda Carvajal bor ekan. Carvajalni joyiga qo'yamiz. Militao joyiga. Tak, Modric joyiga qo'yamiz. Tak. Alabani uladi. Kamavinga Trossard, Courtois. Bo'lib mana sostav tuzildi. The substitutes are ready, they're coming on. What impact will they have? A careless pass there. Mbappe. It's level. It looks like this team are going for the win today. Yeah. Gets it to safety. He's confident on the ball. Rodrigo. Mbappe ketmoqda. Mbappe tezligi yuqori. He's up to full speed now. Yeah. Bellingham ololmadi. Bellinghamga bugun nimadir bo'ldi. Passing the ball really well. Mbappega ajoyib pas. The defender could be in trouble here. Langlet olib qo'ydi. Linglet. Davom ettiramiz. Could there be a winning goal here? There's not long left. He got that all wrong. Yo'liga pas, Mbappening yo'liga pas va bitta fantastik shedevr. Gol! Mana haqiqiy gol qanaqa. Mbappedan shedevr gol I bo'ldi. wonder now whether that will give them some momentum for another goal. Uzoq burchak. Uzoq masofa va kuchli udar. Ajoyib gol. Agar bunaqa gol ko'rmagan bo'lsangiz, bitta like bosib ketasizlar videoga. Videoga like bosib ketinglar, keyingi safar qaysi o'yin o'ynashimni. Iloji boricha kommentga yozamiz, qaysi o'yin o'ynashimni. Sizlarga imkoni boricha o'ynayman. Sizlar uchun. Bellingham qochmoqda, Mbappe qochdi. Mbappe qochib ketdi. Finchlat ko'ramiz. Finchlatamiz. O'qo'ydi. Mbappe vartaga bosim. Yeah. The players can be pleased with themselves. They've completed this scenario. Keyingi o'yinlarimizda qaysi o'yinni o'ynashimizni yozib ketinglar kommentariyaga. Esdan chiqmasin. Like va podpiska bosib qo'yinglar.